Men necha yildan beri qiynalib kelaman. Boshlarim og'rir, hamma joylarim og'rir edi. Hamma xuddi birov urganda, birov nima qilganda boshimni og'riqlar qolmasdi. Doktorlarga borardim, doktorlardan nima qilardim, hech foydasi yo'q edi. Qancha ukol-dori, qancha dori-darmon olgan bo'lsam, birortasi menga foyda bermadi. Men shu Buxoro shahardan Ulug'bek domlani eshitdim, Ulug'bek domlaga bordim. O'qidilar. O'qiganlardan keyin bildimki, menga sehr jodu qilingan ekan. Sehr jodu qilingan ekan, shu boshi og'risin. Faqat kasal bo'lsin deb, to'pkani faqat dori qo'lga ketsin deb qilingan ekan. Lekin menga dori darmon yordam bermadi. Shu Ulug'bek domlaga o'qitganimdan keyin menga Ulug'bek domlaning nimalari menga yordam berib, Xudoga ming qatla shukrona boshlarim ochilib, boshlarim og'riqlari ketib, yuraklarim ochilib, Xudoga ming qatla shukrona aytamanki, shukr qilamanki, shu men sog'arib, shu Qur'on shifo, ruqiya shifolari ham shu ruqiya hammasi menga yordam berdi. Ichki nimamni chiqarib, sehr jodularimni chiqarib, jinlarimni chiqartirib, mana odam bandani, masa Allohning bandasiga nima qilib qo'ydi. Xudoga shukr, alhamdulillah. Men endi boshim o'zi ana og'rimayapti. Ana shu 3 kundan beri qatnagan bo'lsam, 3 kundan beri men Xudoga shukr boshlarim og'rir. Necha yildan beri og'rir edi boshingiz? Boshimni og'rig'i qarib aytaman o'zi. Qarib bir 10 yildan beri. Maşallah. Hozir qoldi. Hozir qoldi. Allohga shukr. Qur'on shifo-ku. Shifo. Boshim og'rir edi. Boshim Xudoning ko'zimganimda nima qanaydi sizga? Nima bosilar edi. Ana hozir Xudoga shukr ko'zim ochildi. Zulmatdan xuddi chiqqanday bo'ldim. Shunday dunyoning yorug'ligini ko'rdim. Xudoga ming qatla shukronasini aytaman, lekin men bu insonga borib o'zimni o'qitib maqtaganda men nima shukrona aytaman, shukr qilaman. Rahmat, duo qilasiz, duo qilasiz. Hamisha shuni duo qilib kelaman. Iloyim uydagilar, farzandlari, oilalari hamisha iloyim bilan Allohning Parvardigorim o'zbani Xudo asrasin. Bizga qilib o'tirgan yaxshiliklari, bizga o'qitib o'tirgan nimalari hamisha bizga shifo bo'lib, bizga quruqqan nimalari shifo berib, bizani Xudoning Parvardigorim yo'liga shu hidoyat qildirsin, musulmon bo'lib, shu musulmonligimizcha qolaylik.